Assalomu alaykum do'stlar. Bugun menga uy sotiladi deydi. Shuni ko'rib keldik. Mana ortimda turgan uy. Manzil Sho'rovulda. Mikrorayonga ketganda yo'lning bo'yida. Ish bitdan bir tushirib beramiz. Buni kirgan yer. Komnatamiz. Tak 1, 2, 3, 4 komnata. Mana yer kirib o'tiradigan, choy ichib o'tiradigan yer. Suv, to'q, gaz, suv, Wi-Fi hamma narsa bor. Manzil Sho'rovulda. Stenalar paxsadan. Stena вообще zo'r. Bir qator aboy qilsangiz, вообще cho'tki joy bo'ladi. Paxsa bo'lsa zo'r bo'laveradi bar. Aynalari polniy akodan. Qapilari o'zgartirilgan. Pastda telefon nomerlari bo'ladi. Shuga звонок qilsangiz, informatsiya olsangiz bo'ladi. Bahasi 300 deydi. Kelishtirib beramiz deydi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun menga kechagi mavzudan sal o'zgacha mavzu bo'ladi. Ya'ni uy sotiladi, mana ortimda turgan uy sotiladi deydi. Bahasi 300 deb o'tiribdi, kelishtirib beramiz deydi. Hozir ichini ham obzor qilib o'tamiz, xudo xolasa. Joydan ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Manzilda aytadigan bo'lsak, tak Sho'rovulda bu yoq bitta mikrorayon bor. Mikroyonga ketganda yo'lning bo'yida. Bu yoq bitdan keladigan bo'lsak, bu yoq bitta tak bu yoq bitta Naymandan keladigan yo'lning bo'yi. Mana joyimiz. Manzil Sho'rovulda manzilimiz. Tak endi ishlarni bir tushirib beramiz hozir. Bu joyimiz 6 sotik. 6 sotik joy deydi. Datasi bor anaga. İşlerini bir tushirib beramiz hozir. Ichining ko'rinishlari bunaqa. Qapsa bunaqa. Mana yerda vaqtincha временный qilib qo'yib. Uyning nesi, stenasi paxsadan, aslında betonu yerligi 60 deydi. 4 komnata. Mana kirgan yerimiz. Mana yer koridor hisobi. Mana qapimiz, kirgan qapimiz. Wi-Fi, to'q, gaz, suv, hamma narsa bor. 4 komnata. Tek hozircha hak bilan turibdi. Stenalarni ko'rib turibsizlar, chotki. Bir 2 qavat shpagolyok tarsangiz, уже aboyga kelib turibdi. Stena normalniy. Patologlar bor. Chotki gipsogardan ishlangan. Tak bu yoqda komnatalarimiz bor.